Oho, friksion. Yonib ketmasa u. Suv quyib yuboring. Naryad. Ustini ko'ryapti. Bo'ldi endi qayta endi. Sal qotiring. Voy, qalmoni. Uzadigan nimasi turibdi-da hozir. Unda sal bo'shating unda. Bu yoqqa burib olaylik. Ya o'zicha bir qo'yib yuborasan, aylanib keladi-da bu. Nima ekan endi bu? Ketdi bu yoqqa. Darrov bo'ladigan ish emas u bu. Yotgani yo'q. Turmasangiz bo'lmaydi-yu. Voy, men nejni yana ko'zlarimga oftob tushyapti. Sal bu yoqqa burib olsa olib kelamiz hozir. Aha, qarang. Endi biz dam olib o'tiramiz endi siz ushingizda endi. Qo'y ustirayotganini bilasanmi, turib oladi. Shunaqa. Yurmaydi, orqadan aytarsang, oldiga yurmaydi, oldan torsa orqa. O shunaqa-da mana. O shunaqa tushib qoldi. Qo'chqori tushib. Ya bu kattaroq bu. Katta. 3 kilodan kam bo'lmasa kerak. 2 kilolik chiqib keldi. Yangi qarmoqga test bo'lyapti. Ha, yangi qarmoq pirs bo'lmasa o'zi. Paplovchni ekanmiz. O'tsa bilamiz-da, qani. Paplovchni ekanmiz. Ha, egilishi yaxshi lekin. Kela qo'y endi. Voy. Bo'ldi endi qayerdaga torting endi. Voy, mana bir 5-6 kilolik tushib qoldi deyman. Hali ham kuch ko'pdi. Qo'llarim og'ridi. Buni bilan o'z karasi tortib, charchaverdim. Bonus bo'ldi. Endi buchi hozir ko'ramiz nimaligini. Olib chiqib olsa, esalamo. Alimda o'zini ko'rsatsa ham yaxshi bo'lardi. Oldingi qopga aka. Ya qatta, sen oldingda yurtdi u hali. Bu qopdagi. Ko'rindimi? Mana Ko'rindimi? Kattami? Ha, normalniy. Qarmon. O'z tomonga qarab ketgan. Natashkada ushlab turibmiz. Kuch bermayapti. O. Lekin Ani bir payt bilasan, dumida ilinib qoladi-yu. Boshqa berch bo'lib turadi, berch. Yo, lekin bu ikkili pavodokda lekin masala-da, vashshi bor-ku. Qopdagi. Ikkili pavodokda patsakimizga sig'adimi yo'qmi? Voy, vashshi normal ekan. Hozir patsakka sig'maydi-yu. Patsakka sig'maydimi? Avaz. Baxkim. Voy. Katta. Katta ekan. Yo, uzamiz, yo, olamiz-da. Yo u charchiydi, yo men charchiydi. Yo pavodok charchiydi. Ya pavodok yengi-yu, uzilmasa kerak. Pavodokda feeder deb yozilgan pavodokmi-da? Shunday to'g'rimi? Aha, qani? 02. Yaxshi ekan. O'zi boya bu tanlab uzib ko'rdim-da buni. Leska, aql leska, nechta leska uzib tushadi bagajda. Ha, bo'ldi. Kela qo'y endi. Qani, hoppa. Bitta havo ol. Qani bitta havo. Hoppa. Pilot bergan. Nima qilamiz? Toshkentga olib ketamizmi?
Voy, o'zi ham sap-sariq ekan. Qanday Jon. silmaydi? Sig'ada olsa bo'ladi, ne bo'lmaydi. Adami? Uni ola olasanmi, Umidni o'zing olasan? Men o'zim olaman. Sen mana shunda o'shaganda qayerda ekan bilan Qara, qalmoqchisan. men bu yoqdan bu yoqqa olib tushaman. Olib chiqaman. Tushaman buni. Sen mana shunday bitta olib ko'rishga harakat qilasan. Mana Men shuni. burchaydan. Qayerda ekan bu? Qayerda ekan bilan qalmoqchisan. Mana bu yoqdan ol. Mana bu yoqdan men bu yoqqa o'tib ketaman. Mana bu yerdan turib olsang, hammasi ko'rinadi. Qayilishi ham yo'q, qayrilmayapti ham, qarab. Bo'ldi, qayrilyapti, aylan. O'sha mana shunaqa sal yoqqa burib aylantirish kerak edi. Lekin anaqa sazarlari, nima deydi? Juda kuchli, ha. Boy tushgan sazarlarni qara, kichkina sazanchilar qanaqa nima qilib turishadi. Karas tushagani kelganmi? Ha, tezlat. Tezlat. Qalmoq ham yaxshi qalmoq ekan. Oxir kuchlarni ishlab bor. Bir mana shunaqa tortadida keyin chiqadi. Lekin anaqa o'zini spokойно qilib qo'yadi. Yakada urunyapti. Albatta havo olmadi. Hop, ana. O'zini ko'rsat. Yana bitta, yaxshi. Yana bitta. Bo'ldi. Ana bo'ldi. Bo'lmadi. Orqalarini o'zini olib qo'ymaydi, emas. Qalmoqlar ham shunday mushni bo'ldi. Endi necha deb o'ylaysan? 4 kilo To'g'rimi? Avval sen necha berasan? 5 kilolar bor. 5. Bormi 5? 5 kilolar bor. Ha, bor. 5 kilo, 4 kilolar bor. Qarmoq ham mushni qarmoq ekan lekin bor. Ko'z tegmasin shunga. Shunga ko'z tegmasin. Qarmog'iga har qatdan test sinov bo'ldi. Bu balu charchiydimi bugun? Mana shuni ushlab ketamiz. Shunaqa, soat 5 bo'ldi. Sen o'tirsang men teparoq chiqa qolaman. Ozgina teparoq chiqsam. Xo'sh, amallab endi olib kelamiz hozir. Biz shunaqa deb o'ylaymiz-da buni. Olib kelib, nima qilamiz? Qara. Yaxshi lekin anaqa sazanlari kuchli. Mana shunaqada maza qilasan-da. Mana
Plichonka bo'lganda-yu bemalolroq olib kelardik. Karas pavadogi chiqar. Mashqi daryoda ham shunaqa tushib qoladi-da. Dikki anaqalarda, suv havzalarida shu tabiiy suv havzalarda. Rosa harakat qilib olib kelishadi bolalar. Shuning uchun baliqni shunaqangi charchatish kerak, o'zi to'mparlab qoladigan holatga olib kelish kerak edi. Katta baliqlar oxirida ham tushib ketib qoladi, ayniqsa amur. Umidda ham nechta shunaqa bo'lgan. Keyin o'sha o'qni oshib bemalol ushlaydigan bo'lgan. 5 baho. 5 baho. Ko'rdingmi, chiroyli qilib baliqni cho'chitmasdan sovib oldi. Yana olchi bir ko'raylik. Nima o'shaganimizni ko'raylik. Ha, avaz. Yana ham gapingda jon bormi, qarab. Yomon emas, a? Nima deysan o'zing, 5 baho? Bor 5. Kilo chiqsa kerak. To'g'rimi? Ha, 4 kilo, 5 kiloni. Baliqqa 4 kilo, qarmoqqa 5 baho deydi-yu. Men telefonim bor ekan, bosaman. Okey. Limon. Chiqib ketdi. Yerga yotqizib olamiz. Yerga qo'yamiz. Olaymi dedim. Katta kiribdi. Voy, moshni kiribdi. Cho'p bo'lsa, o'zini chiqarib olardik. Go'shiga kiribdi deb. Sopni yangi qilish kerak, yo'qsa rasmga olish kerak. Bitta rasmga tushib oling. Bu ashti tanaqaga. Mayli. Ha? Kechi jonivor, seni ham ko'p qiynamaymiz. Bismillah.